Assalomu alaykum do'stlar. Farg'onada shov-shuvlarga sabab bo'lgan, barcha ayollarimiz kutgan hamda rashkchi akalarimizga yechim bo'lgan fitness klubimizni foydalanishga topshirdik. Do'stlar, faqat ayollarga mo'ljallangan zalimiz 300 kvadrat maydonga joylashtirilgan. Do'stlar, ushbu zalimiz 300 kvadratga yaqin yer maydonga joylashtirildi. Hamda kirib kelishimiz bilan mana shunday barni tashkil qilganmiz. Barni tanishib chiqqandan keyin o'tishimiz bilan mana shunday garderob hosil qilib olganmiz. Gigiyenaga o'ta qattiq e'tibor beradigan ayollar uchun juda ham e'tibor qaratganmiz. Hamma garderobnilar alohida qulf kalit bilan ishlanadi. Bundan keyingi xonamiz sanuzelimiz. Sanuzelimizni ikkita tashkil qilganmiz. Hamda bundan keyingi xonamiz ko'rib turganlaringdek 4 dona dush tashkil qilganmiz. Garderobdan o'tishimiz bilan yoga xonani tashkil qilganmiz birinchi. Yoga xonadan keyingi asosiy zalimiz hisoblanadi. Ushbu asosiy zalimizdagi Matrix firmasiga tegishli trenajyorlarni toshkentlik mutaxassislar bilan joylashuvini obdon o'ylab, funksional tarzda joylashtirib chiqqanmiz.